Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Xudo xolisa yana Toshkentdan tushgan zakazimiz yana bittasi tayyor bo'ldi. Materiallar teddy materialda, ichlari 100% sasna yog'ochda. Razmerlarini kichaytirib tayyorlab bering. Joyim 4 metr dedi, shuning uchun 4 metrga 2.30 qilib tayyorlab berdik. O'lchab tanlamaydi. Hop, ikkita detalni o'rtada ikkita detalni kichaytirib qo'yganmiz. Bu yoqqa olsa, bu yog'i 4 metr, bu tomoni 2.30 holatda bo'laveradi. Hali o'lchab tanlaydigan bo'lib qolmaydi. 104 burchagiga tushaveradi, xudo xolisa. Materiallari ham bundan oldingi videolarimizda ham bitta 3.30 qilib tayyorlab berdik. Ko'rgan, bizni kuzatib boruvchilar biladi. Xuddi shuni o'ttash materialdan bo'ldi, xudo xolisa. Materialni ko'rib yoqtirib qo'ygan ekan. O'ttash materialdan qilib tayyorlab berdik. 4 metrga 2.30 qilib, jurnalning stollarni ham tayyor qilib qo'ydik. 6 oylik jurnalning stoli ham bunisini olib borgandan keyin qatirib olinadi. Bolishlarini ham bonusiga 2 dona bolish qo'shib berdik, 2 dona bonusiga. Razmeri kichaydi deb 2 dona bolish qo'shib berdik bonusiga. Taburetasi 4 ta. Taburetasining razmeri ham 70 ga 60 holatda. Chokalarni ham ko'rishingiz mumkin, o'ta chiroyli qilib tikilgan, xudo xolisa behijolat. Orqalari ham o'zini materialda bir xil, ichlari bir qarish terak yog'och aralashmagan. Pampers prujina ham o'ta baquvvatidan qilib qo'yilyapti, xudo xolisa hammasiga chiroyli holatda bityapti uголовlarimiz. Kimga shunaqa razmerlik uголовlar kerak bo'lsa ham tayyorlab beraveramiz. Xudo xolisa bundan kichigiga, misol uyingiz ichi 4 metr bo'lsa, bu 4 metrlik joyga moslandi. Bundan 3.80 shunaqa xonalar bo'ladigan bo'lsa, 3.30 ga 2.30 qilib tayyorlasak ham o'ta go'zal holatda tushadi. Taburetkasini 3 ta qilsak tushaveradigan bo'ladi. Bu taburetka bu yoqqa o'tib qoladi, bu oshiqcha bo'ladi. Shuni hisobini olib 3.30 ga 2.30 ga 3 ta taburetka qilinsa chiroyli holatda tushadi. O'ta chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Nur Mebelga murojaat qilinglar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Narxini aytmayapsiz videolarda deb ko'pchilik yozyapti. Komplekt narxi 6,5 million so'mga Toshkentga dastavkasi ichida ketyapti. 6,5 million so'mga dastavkasi ichida olib borib eshiging tagiga tushirib beriladi. Xudo xolasa, endi misol mana oyog'i qatirilmashi mumkin yoki uголовdan bitta detalni oyoq noshkasini yechib qo'yishimiz mumkin. Shu narsani olib borgandan keyin o'zi qatirib oladi. Shopirda shulpa shunaqa narsalar yo'q, shuning uchun o'zi qatirib bera olmaydi. O'zingizlar bitta shulpa yoki atvitka bilan bo'lsa ham qatirsa bo'laveradi, chunki samarezlari kichkina bo'ladi bunikini. Bularnikini o'zini o'rnida bo'ladi. Misol noshkasini yechiladigan bo'lsa, mana noshkani o'zini o'rnida samarezi bo'ladi. Shu o'rniga qatirib qo'ysa ushlab qoladi, xudo xolisa. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telegram, WhatsApp, Imo gacha bor, xudo xolasa. Rossiyada turganlar ham bemalol telefon qilib aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakalar 1-200 ming so'm zakalar tushirib berasizlar. Qolganini uголовlar uylarga borgandan keyin ko'rib, qabul qilib olib bersanglar bo'laveradi, xudo xolasa. E'tiboringlar uchun rahmat.